Happy birthday, baby. Bolalarga 6 oylikdan boshlab go'sht bersa bo'ladi. Bolalarga go'shtni kech va kam miqdorda berish ularning tez kasal bo'lishiga, immunitetning tushib ketishiga, bo'y o'smasligiga, semirmasligiga va nerv sistemasi kasalliklariga olib keladi. Faqat go'sht pyure holatida maydalab yoki bo'lmasam blenderdan o'tkazib keyin beriladi. Boshlanishga yengil hazm bo'ladigan go'shtlar beriladi. Tovuq, kurka va quyon go'shtlari yengil hazm bo'ladigan go'shtlardir. Berilayotgan go'sht tarkibida 9% dan oshiq yog' bo'lishi kerak emas. 10 oylikdan boshlab mol go'shtini, 1 yoshdan keyin esa qo'y go'shtini bersa bo'ladi. Go'sht tarkibida bolalarning yaxshi rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan barcha moddalar bor. Oqsil, vitamin B12, temir va sink ko'p va go'sht tarkibida bu moddalar yaxshi so'riladi. Bolalar 6-8 oyliklarida 30 grammgacha, 8 oylikdan 10 oylikgacha esa 45 grammgacha, 10 oylikdan 1 yoshgacha esa 60 grammgacha go'sht yeyishlari mumkin. Bolalarga dimlangan, qaynatilgan va parda pishgan go'shtlar beriladi. Qovurilgan go'shtlar mumkin emas. Berilgan informatsiya sog'lom bolalar uchun edi. Oshqozon-ichak traktida va hazm jarayonida muammosi bor bolalarga go'sht kechroq beriladi. Ya'ni 6 oylikdan beri shart emas.